Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning ajoyib messasi. Hazlar yanımız yana Qo'la ko'pir. Yangi domda 4 qavatli binoning 3-qavatida 95 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Yo'lni bo'yinda, dik yo'lni bo'yinda hazlar. Dik yo'lni bo'yindan qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun zo'r yo'llardan birisi ham katta kvadrat metrli 3 xonali. Yanımız yana Mashal do'kon, turizm kollej, doğru Dekan bozoriga kelsangiz bo'ladi. Dekan bozor 10 minutga borsangiz bo'ladi azizlar. 10 minutlik yo'l. Yana transportlar o'tib azizlar. Hech qanday muammosi yo'q. Magazinlar bor. Hamda manej azizlar, sport kompleksi, ki bog'chalar ham bor, maktab ham bor. Bu yerda yana musiqa maktablari azizlar. Hamma o'ng'ayli zo'r masada joylashgan. Mesa polajiyasi yaxshi. Ham 3-qavatda remontdan chiqqan tayyor xonadon. Dokumentdan umuman muammosi yo'q. Qiziqarli bo'lsa bemalol telefon qilarsiz, ekranlarda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kanallarımıza abone olup like basıp ko'rish esdan chiqmasin. Qani yetkazsa birgalikda yurib tanishib o'tamiz. Bismillah, kvartiramizdan kirib keldik. Keng prixojniy, chap tarafimizda rakovinalar qo'yilgan. Kafelar ham qilingan. Suv svet gazidan umuman muammo yo'q. Yani lyustralar ham asilgan, hamma aboy qilingan, mo'yshi aboylardan, eshiklar MDF eshiklardan. Общий 3 xonaga iborat 95 kvadrat metrda joylashgan xonadonimiz yo'lni bo'yinda, 3-qavatda. Hajatxona, yuvishxona, детский spalniy, kattalar spalniysi, gostiniyasi, ya'ni kuxnyasi joylashgan azizlar. Birinchi chetdan ko'rsatib boraveramiz azizlar. Zalimizni ko'rsatamiz. Ya'ni polniy aboydan chiqqan, perdelar asilgan, gilamlar ham döşalgan, lyustralar ham asqallar azizlar. Plyumslar ham o'rnatilgan. Eshiklari MDF eshiklardan. Yanımız katta oshxonasini eganing kuxnyay mebellari bor, fartuqlar qilingan, vichkalar ham o'rnatilgan azizlar. Bu yerda golov qo'yib ovqatlarni mesa qilsangizlar ham bo'ladi. Bu mebelning ichida отопленияsi ham bor, duh kontini. Yani ko'rsatib o'tamiz azizlar. Bu yerda tezor uchun rozetka ham tashlab ketganlar. Birinchi chetdan yana ko'rsatib boraveramiz. Bu yerimiz hojatxona yana. 2 xil metozi bor. Suv sho'shiklar ham qo'yilgan. Devorlar beramiz plastik, patologlar ham plastik. Vannalar, registrlar, oyoqlar kafel. Berimizda yana rakovina mesalar ham bor. Remontdan chiqib turibdi, kelib to'g'ri yashayverasizlar. Katta kvadrat metrli dom qarab yurgan vatandoshlarimiz ajoyib variantlardan birisi bo'ladi. Berimiz yana bir 3 metrlarcha bor, uzinasi 4,5 chiqadi azizlar. Yanımız yana kattalarning spalniyasi eni 320, uzinasi 5,5-560 razmerda. Bu tarafında balkon qismi ham bor. Registrlar qo'yilgan. Lyustralar ham asilgan, ajoyib, akkuratniy lyustralardan. Hurmatli vatandoshlar, bizlar kanallarimiz a'zolari, kvartiramizda joylashgan mesasini eslatib o'tsak, Urganch shahrimizda Simsim do'kon, manejga yaqin yerda joylashgan yangi 4 qavatli binomizda 3-qavatida 95 kvadrat metrli kvartiramiz bilan tanishib o'tdik. Narxi $48.500 aytilib turibdi. Ustida kelishlardan yeri bor. Hozirroq qaytariladi. Dokumenti 100% tayyor. To'g'ri notarga borib, kelishib oformay qilaverasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.